BYD, Cobalt. Artel birinchi do'konlarida keng qamrovli aksiyani e'lon qiladi. Bu aksiyada hamma do'konlar ham qatnasha olmaydi. Artel kompaniyasi tomonidan tumanimizdan 2 ta do'kon tanlab olingan. Bulardan asosiysi Marhamat savdo markazi hisoblanadi. Bu aksiyada qatnashishingiz uchun nafaqat Artel mahsulotlari, balki Shivaki, Avalon, Royal, Vesta mahsulotlarini xarid qilsangiz ham bo'ladi. Aksiya muddati 1-martdan 31-mayga qadar. Atga 1.300.000 so'mlik texnikani xohlasangiz naqdga, xohlasangiz muddatiy to'lovga xarid qilib, hamda bizning Marhamat do'konimizdan o'zingizning shaxsiy raqamingiz orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Aksiyamiz 2 bosqichda davom etadi. Birinchi bosqichda so'tishlar, konditsionerlar, televizorlar hamda 59 ta grand finaldan birini yutib olishingiz mumkin. Grand finalda sovg'a yetishingiz kafolatlangan. Ikkinchi, ya'ni grand final bosqichimizda BYD, Cobalt hamda Fukok va Sharm el-Sheyxga 2 yillik yo'llanma hamda qimmatbaho sovg'alardan birini yutib olishingizni kafolatlaymiz. G'oliblar tasodifiy ravishda random orqali aniqlanadi. Barchangizga omad tilaymiz.